Ya'ni mana shu mexanический joyi deyapti. Unga zarar yetishi mumkin. Ya'ni bir qismi, bir dona kichik qism ishlamasa chunki bu joyda juda katta qon tomirlar joylashgan. Aynan mana shu qon tomirlarimizda bizda ketayotgan har bir o'zgarish yoki yetishmovchilik bu bizani toza ostimiz tugul butun organizmimizga ta'sir o'tkazadi. Nima uchun? Chunki bizani tazimizda nima ishlab chiqariladi? Estrogen ishlab chiqariladi. Aynan o'shadagi bezlarimizda ishlab chiqariladi. Demak, mana shu estrogen normal holatda yurishi uchun va ayol doimiy kortizoloviy depressiv holatda yurmasligi uchun, постоянно kortizolda yurmasligi uchun bu ayol bu estrogen normallashtirish kerak. Ya'ni butun asab sistemasiga ketadigan butun kortizolni agar intim gimnastika ketqizsa yoki sportga hatto fitness mixga ketqizsa ham bu ketadi deyapti. Mana shunaqa tushuntiraman. Xo'p, yana davom etamiz.